Bundan 1 yil oldin Orlandoni qo'ygan ekanman YouTube kanalimga. Mana qo'yibman, hozir polni ko'rsanglar bo'ladi. Shundan keyin juda ko'pchilik telefon qilib, hozirgacha telefon qiladi-da, "Aka, Orlando bormi? Bir ikkita tanishlar olgan ekan, deyarli zo'r mashina ekan. Shunga mabodo kelib qolsa, haydalgani bo'lsa ham, kimdir sotayotgan bo'lsa, aloqaga chiqib qo'ying" degan obunachilarimiz uchun videoni oxirigacha ko'rsanglar, bitta ozgincha yurgani bor, bitta shot spravkali yeng yurmagan desa ham bo'ladi. 200 kilometr bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxi plus minus hammalarini aytib o'tganman. Chiqar, menimcha like bosib yordingiz, va sirazi. Anchadan men video qilmay qo'yganimga juda ko'pchilik telefon qilib, menimga salonga kelib qoladi-da. "Aka, men vloglarni yurg'izdirmay qo'ydingiz. Obunachingizman desa odam realni mazza qilib yoradi" deb borib ishoninglar. Shuning uchun bitta like bosib, mana shu videoni oxirigacha ko'rib, fikringizni shunday qoldirib, kommentariyada hech bo'lmaganda salom alik qilib, shunday portlatib yuboringlar. Oldingi qo'ygan videom 27 mingta prosmotr bo'lgan ekan, men uchun zo'r. Men bo'lsa videoni boshlayman. Oxirigacha ko'ring. Narxi menimcha sizga ma'qul keladi. Assalomu alaykum Blackcraft obunachilari, tuzumizlar, charchab qolmayapsizlarmi? Xonadonliklar tinchmi? Musofirda yurgan aka-ukalarimiz, addushi, like, kommentlar uchun addushi respect. Oxirdagi videoga juda ham kam prosmotr bo'libdi. Sizlardan iltimos qilib qolaman. Shunda o'tib, prosta по-братски, bitta o'tib, bitta komment yozib, hol-ahvol so'rab, bittadan like bosib, bitta qo'llab-quvvatlanglar. Men oxirgi cho'ta ko'p video chiqarmayap turganim hisobiga YouTube meni ya'ni nima deydi, rek holatlarga olib chiqmayapti. Shular bitta iltimosim, shunday bundan oldingi videoga kirib, bittadan like bosib, shunday komment yozib, salom alayk yoki bo'lmasa o'sha video to'g'risida o'zingizlarning fikringizni yozib qolishingizni prosta iltimos qilib qolaman. Videoda aytib o'tganimda ikki xil variantda bizga Orlando keldi. Ya'ni bittasi shot spravkada, ya'ni 0 probeg desa ham bo'ladi, 200 kilometr bor. Bittasi notariuslik holatida o'zimizdan olgan o'tgan yili 15.700 mi 16.000 yaqin probegi bor ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, chek-chemu qanaqa hammasini batafsil ma'lumotini beraman. Bitta like bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Jigar, poddesh uchun addushi rahmat. Mabodo obuna bo'lmagan bo'lib ko'rmayap turganlar ham, ya'ni bizga obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar ham bor ekan. Bitta shuni o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa, bu YouTube kanalimiz proyekti juda ham insonlarga xudo xolasa foydali tegadigan kontentlarni qilib boriladi. Ya'ni prosta tak ko'rib o'tiradigan, vaqt o'tkazadigan kanal emas, manfaatli bo'ladi. Men bo'lsa bitta to'liq obzor qilib chiqaman. O'zingizlarning fikringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, ozgina qulay bo'lishligi uchun stabilizatorni qo'limga oldim. Bitta ikkalasini ham batafsil ma'lumot beraman. Mashinani ko'rib turibsizlar, mashina ancha tetik. Michelin 17 ballonlarda. Ikki xil rangida, bittasi to'qroq seriya, bittasi ochiqroq seriya deyiladi. Yanada adabiyroq tilini biladiganlar bo'lsa, rangini kommentariyada fikringizni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Mashina ko'rinishi ancha derski. Ko'rib turibsizlar, ancha derski. Ikki xil rangida. Xudo xolasa mana orqa taraflarini ham. Orqa taraflarida ham ko'rinishlari ancha aqlli. Orqa qismida mana. Hamma mabodo 5 kishi bo'lsanglar, shunday tushiriladi. Ketdi konkretni joy. Mabodo 7 kishilik ketadigan joyi bo'lsa, farzandinglar bilan bemalol farzandinglar orqaga sig'adi. Zo'r yo'lga oilaviy zo'r. Ancha yumshoq mashina. Ichlarini ham bitta to'liq ko'rsatib o'taman. Qanaqadir fikringlar bo'lsa bemalol izohlarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Prosta bitta like bilan emas.
Bizi bitta oilamizda qanaqadir savolinglar bo'lsa, panorama lyuklari bor. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol fikrlarni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Qanaqa video olish kerak, nima qilish kerak, shuni maslahatlashib ish qilsa, menimcha hammaga manfaatli bo'ladi. Bo'tlar ham plastmassa, lekin sifatli plastmassa. Ma'mutlari yumshoq detal. Bu tarafda karmanchiklari bor, bu tarafda bardacho. Xullas, o'zimizni Chevrolet emblemali Orlando. Eslatib o'taman, Orlandolar 2022-yilgacha ham ishlab chiqarilgan, undan keyin to'xtagan, lekin yaxshi ishlab chiqardi. Nimaga to'xtatib qo'ydi? To'g'risi undan xabarimiz yo'q, lekin shunaqa chiroyli mashinani chiqarib qo'yganiga, to'xtatib qo'yganiga to'g'risi menimcha o'sha bundan buyog'iga benzinli mashinalar ketmasligini bilganligi uchun, chunki gibrid elektromobil juda ham ko'payib ketdi. Xullas, buni xarakteristika keladigan bo'lsam, 1.35 turbina, ya'ni 1.3.5 deyiladi. Ortkichi 148 ta, orqalari независимый, juda ham yumshoq avtomobil. Расходga keladigan bo'lsak, 6 ta, 7 ta yozilgan. Menimcha 8 tagacha ham ichsa kerak. Shahar ichiga menimcha ancha ekonomik. Turbinalar hozirgi kunda bilasizlar, sifatli benzin bo'lsa, ancha kam расход qilyapti. Ko'rib turganlaringdek. Menimcha buni o'zi ko'pchilik biladi. Yana bilmaydiganlar bo'lsa, Telegramdan yozsanglar, batafsil to'liq informatsiyasini tashlab yuboraman. Hozir ozgina vaqt bo'lib qolganligi uchun, kelganligi uchun sirazi men bilasizlar, yo'q. Obunachilarimga sirazi qo'yib yuboray deb montaj ham qilmay sirazi qo'yib yuboraman. Mana buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi oxiri 19 ming qilib beraman. Oxiri, realni oxiri. Bunda ozgina detallarida kraska joylari bor. Ya'ni mashinani tushirayotgan paytimizda men bu tarafidan shunday sirilgan joylari bor. O'shani hisobiga chiroyli qilib kosmetika qilib, u unaqa kelib mashina urib yo ag'darilib ketib yo boshqa bo'lgan mashina emas, olib haydash uchun zo'r mashina. Telefon qilsanglar batafsil ma'lumot beraman. Narxi 19 ming. Bunisi narxiga keladigan bo'lsak, 15700 atrofida yurgan, ya'ni menimcha 16 ming ham bo'lib qolgan bo'lsa kerak, hozir aniq esimda yo'q. Buni narxini 17500 deyapman. Xudo xolasa, shunday kelsanglar, buni ham kelishtirib beraman. Bu hech qatida bir tomchi ham kraska yo'q. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, bunda shu aytganimdek ozgina o'tlarida kraska joylari bor, ya'ni sotuvga tayyorlab qo'ydik. Chunki u holatida misol olib chiqib bo'lmas edi. Ularning sheriklarini ikkisida sotgan bo'lsa, sheriklarini o'rtacha 26 mingdan eng arzon sotganimiz 24 minggacha sotganmiz. Yanada batafsilroq ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib, Telegramdan yozsanglar, bundan-da to'liqroq ma'lumot berishlikka harakat qilaman. Ana, har taraflama bu yoqdan ko'rsating, bu yoqdan ko'rsating deydiganlar baribir ko'p bo'lyapti. O'shani hisobiga har taraflama ko'rsatib qo'yayapman. Xullas, jigar, menda shunaqa yengilliklar. Buni videoni qo'yishimdan maqsad 1 yil oldin qo'ygan videoyim uchun hozirgacha telefon qilib, "Aka, Orlandoni bir ikkita tanishlar olgan ekan, va shu zo'r yuribdi ekan, aka, sizlardan olgan ekan, mabodo bo'lsa aloqaga chiqing. Nomerimni olib qoling" degan akalarimiz uchun aloqaga qaytib chiqib ko'rdim. Balkim noto'g'ri saqlanib qolgandirman. Aloqaga chiqsam, "Yo'q, aka, men Orlando so'ramadim" deganligi uchun video qo'ya qoldim. Mabodo hali ham qarab yurgan bo'lsa yo nimadir o'zi xohlagan mashinani olsa, chunki odam maza qilib haydaydi. Narxidan, komfortidan farqi yo'q. Hamma insonning o'zining fukusi bor. Menga yoqqan mashina sizga yoqmasligi mumkin, sizga yoqqan mashina menga yoqmasligi mumkin. Shuning uchun men hamma videolarimda bormi bor, yo'qmi yo'q, hammasini batafsil aytishga harakat qilaman. Xullas, ikki xil variant aytib o'tganimdek, 2 lamchi variantda, 1 lamchi variantda. Ya'ni shot spravkali 200 km yurgan, ya'ni bu notariusli 15700 km yurgan. Yanada batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Like bosishdan chiqmasin. Bitta sizlardan hech narsa ketmaydi. Prosta bitta like, komment yozsanglar, o'tgan safargi video mana shu kamroq aktiv bo'lganligi uchun topga chiqish ehtimoli kam bo'lib qoldi. Prosmotr juda ham kam bo'ldi.
O'shaning uchun o'tib обязательно unisiga ham bitta like bosib podдержка qilib tursanglar, xudo xolasa sizlar uchun yengilliklarni qilishga harakat qilaman. Ya'ni batafsilroq ma'lumotlarni berib, yana boshqa mashinalarni obzor qilish kerak bo'lsa, aytsanglar, fikringizni yozib qoldirsanglar, "Aka, mana men mashinani obzor qilsangiz, juda ko'pchilik so'rayapti" desanglar, baribir ko'pchilikning fikri menga juda ham qiziqdi. O'shaning uchun oldinlar podдержкani yorardinglar, ko'rardinglar, har hafta video qilardim. Podдержка kam bo'layotganiga qandaydir odam slabилashib qolyapti. Sizlarning podдержкalar juda ham men uchun muhim. Bemalol tas kommentariyada fikringlar, mashina to'g'risida yoki bo'lmasa qanaqadir mashinalar to'g'risida yozsanglar, maslahatlashib ishlarni qilsak, xudo xolasa cho'tki bo'ladi. Ko'pchilik qilgan ishi biz ham xudo xolasa amallaymiz, chunki yaqinda video kanal ochgan paytimda ham obuna bo'larmikan, kimdir meni ko'rarmikan deb xijolat bo'lib ochganman. Mana 1 yil bo'ldi, xudo xolasa 12 ming tani urib qo'ydi. Keyingi yillarga menimcha 50 ming tani urib qo'ysa kerak. Qo'llab-quvvatlayotganlarga addushi respekt. Qo'ldan kelgancha men sizlar tarafga obzorlarni qilib, batafsil insonlardan ma'lumot olib, sizlarga berishga harakat qilaman. Sizlar ham ozgincha bo'lsa ham vaqt ketayotganini hisobini olib, bitta fikr qoldirib, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, menimcha manfaatli bo'ladi, jigar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshilikda ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.